Azizlar, saraton kasalida shoshilmang. Tabib aytadimi, doktor aytadimi, ximiya olishga shoshilmang. Naborot battar qilib qo'yishingiz mumkin. Yaxshi mutaxassislar bilan maslahatlashing avval. Qaysi kasallik bezovta qilgandi? Men Toshkentga onkologik sentrga borib tekshirtirsam, menga ko'krak saratoni deb diagnoz qo'yildi. Keyin 2 marta ximiya olgandan keyin men u og'riqlarga chidolmadim. Keyin bularga murojaat qilib, bular bilan telefon orqali gaplashib, kelib uchrashdim. Xo'p, mana 2 marta ximiya olganlar og'riq juda ham kuchli bo'lgan. Endi buni ximiya olganlar tushunadi, qanaqa og'riq borligini. Ilohim, hech kim mana shunday yomon hosilasi bor, ya'ni saraton kasaliga hech kim chalinmasin. Buni azobi juda ham yomon bo'ladi. Nafaqat o'ziga, oila a'zolariga ham, barchaga qiyin bo'ladi. Mana bu kishini holatlari, bugungi kundagi holatlari. Siz o'ylayapsiz, bugun shunday bo'lib qoldi debmi? Yo'q. Bu kishi meni oldimga 1 oydan ziyodroq vaqt bo'ldi, kelganlarida holatlari xuddi mana shunday edi. Ya'ni yuzlarida saraton kasalligining alomati yo'q edi, lekin bu kishiga saraton kasalligi deb kimdir diagnoz qo'ygan va o'sha bo'yicha 2 marta ximiya olganlar, o'sha bo'yicha o'zlari davolanishga harakat qilganlar, shu doktorlarning maslahati bilan. Endi men bu kishiga qo'rqmasdan ximiyani to'xtating, sizda hech qanaqangi saraton kasalligining alomati yo'q deb aytdim. Alhamdulillah, mana hozir 1 oydan oshiqroq vaqt bo'ldi. Mening aytgan nazlcheniyam bo'yicha mana shu hijama oldilar. Ovqatlarni to'g'ri tartibga soldilar. Toza havo, atrofdagilar bilan bitta chiroyli muhit, oila a'zolari, o'zlarini turmush o'rtoqlari, farzandlari yordam beryapti. Mana shularning evaziga, atrofidagilarning qo'llab-quvvatlab turganlarini evaziga natijangiz qanaqa bo'ldi? Hozir yaxshiman, hech qanaqa hosiladan darak yo'q. Yo'l bo'lib ketdi, yaxshiman. So'rilib ketdi. Qanaqadir hosila, nimalardir paydo bo'lib qolsa, darrov tushkunlikka tushib, haligi doktorlarni aytgan yoki tabiblarning aytgan yoki kimdandir eshitgan vahimangizni o'ziga bitta katta dardni sotib olmang-da, yaxshi mutaxassislar bilan maslahatlashib, to'g'ri ovqatlanish, sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'ying, bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas. O'z-o'zidan yaxshi bo'lib ketganingizni o'zingiz ham bilmay qolasiz. Lekin bitta narsa bor. O'sha aytganimizdek, albatta sadaqa chiqaring. Bu kishi ham sadaqa chiqarib oldilar. Sadaqa chiqaring, Qur'on bilan ruqiya o'qiting. Ana undan keyin to'g'ri ovqatlaning, hijama qildirib turing. Keyin aytasiz qanaqa foydasi bo'lishini. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. Kimga kerak bo'lsa, mana murojaat qilib qo'yasizlar-da. 91lik telefon raqamim 596 53 93. Agar kimda kim ish olmasa, marhamat telefon qilsin, men bilan aloqaga chiqsang, men hammasi tabiiy, hech qanaqangi montaj, shantaj degan narsa yo'q. Ismlari Hafiza opa, Zomin shaharchasidan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar mayli.